Bugun butun dunyoda giyohvandlik savdosiga qarshi izchil kurash olib borilmoqda. Bu borada mamlakatimizda ham huquqni muhofaza qiluvchi organ xodimlarining hamkorlikdagi sa'y-harakatlari bilan katta miqdordagi og'u savdosining oldi olinishiga erishilyapti. Kuni kecha Namangan viloyati huquqni muhofaza qiluvchi organ xodimlarining tezkor harakatlari natijasida 2 kilogramdan ortiq miqdordagi gashish giyohvandlik moddasini bir manzildan ikkinchisiga eltayotgan shaxs ushlandi. Holat tafsiloti hozirgi lavhamizda. Giyohvandlik vositalari insoniyat salomatligi va jamiyat xavfsizligiga eng katta tahdidlardan biri hisoblanadi. Uning noqonuniy muomalasi jinoyatchilikni kuchaytirib, og'ir ijtimoiy oqibatlarga olib keladi. Mamlakatimizda giyohvandlikka qarshi kurashish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishi bo'lib, huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan ushbu illatga qarshi keskin va izchil choralar ko'rilmoqda. Namangan viloyat ichki ishlar boshqarmasi tezkor qidiruv xizmati, davlat xavfsizlik xizmati va Namangan tuman ichki ishlar bo'limi xodimlari tomonidan Namangan tumanida tezkor qidiruv tadbiri o'tkazildi. 1984-yilda tug'ilgan taksi haydovchisi boshqaruvidagi Cobalt avtomashinasi Namangan tumani Ravnaq mahallasi hududida to'xtatib tekshirilganda, avtomashina yukxonasida bo'lgan sumka ichidan 5 bo'lak og'irligi 2 kilogramm gashish giyohvandlik vositasi borligi aniqlandi. Keladan oshiqroq chiqdi mana ko'rdinglar, tarozida. Qayerdan oldingiz? Marg'ilondan. Yo'qsa berishdi mana pochta qilib. Haydovchi bilan olib borilgan surishtiruv harakatlari natijasida mazkur giyohvandlik moddasini pochta sifatida Yangi Namangan tumanida yashovchi ayolga olib ketayotganligini ma'lum qilgan. Tadbirni davom ettiramiz, oxiriga yetkazish maqsadida. Qarshiligi yo'qmi? Tezkor tadbir davom ettirilib, Yangi Namangan tumani Guliston mahallasi hududida yashovchi 1990-yilda tug'ilgan ayol va uning 1988-yilda tug'ilgan akasi pochta sifatida yuborilgan kiyim-kechaklar va giyohvand modda solingan sumkani qabul qilib olgan vaqtda tadbir ishtirokchilari tomonidan qo'lga olindi. Mazkur holat yuzasidan Namangan tumani Ichki ishlar bo'limi huzuridagi tergov bo'linmasi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 25-moddasi orqali 273-moddasi 5-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. O'tkazilgan tezkor qidiruv tadbirlari natijasida 4000 dozaga teng bo'lgan 2 kilogramm gashish giyohvandlik vositalarining aholi orasida noqonuniy tarqatilishi va iste'moliga chek qo'yildi. Holat yuzasidan tezkor qidiruv tadbirlari davom ettirilmoqda.